Alaykum, sizlar bilan English Teacher kanali boshlashimizdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan ingliz tilini noldan o'rganamiz. Ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lganlar uchun bu kitob ideal hisoblanadi. Bu kitobning mavzulari oson va qiziqarli. Biz birinchi mavzumizni The Alphabet mavzusidan boshlaymiz. Bu mavzudagi harflarni o'rganamiz. Talaffuzini. Birinchi harfimiz A, B, C, D va A, F bo'ladi. Bu 5-6 harf. Keyingi harflar bizda J, H, I, J, K, L, M, N, O, P harflari. Keyin bu yerda yozuvlardan so'ng oxirgi harflar Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z harflari. Bu harflarni chuqur o'rganish zarur va yozma ravishda ham yozib borish kerak. Bu yerda birinchi mashqimiz bu yerga osilgan harflarni to'ldirish kerak. Bu yerda masalan A harfidan keyin B keladi, keyin C va hokazo. Shu tarzda davom etish kerak. Buni o'zlaringiz kitobingizga bajarasizlar. Bu yerda ikkinchi mashqimizda so'zlarni to'g'ri joylashtirish zarur. Masalan, birinchi boyagimiz tuzilishi kerak bo'lgan so'zimiz olma so'zi. Buni inglizchasini pastga yozish kerak. Mana A, P, P, L, A. Mana shu tarzda qolganlarini ham yozishimiz kerak bo'ladi. Uchinchi mashqimizga o'tamiz. Bu mashqda biz kichkina harflarda to'ldirishimiz kerak. Mana A, B, bu yerga C, D, E, keyin F, keyin bu yerga G, H, I va hokazolarni to'ldirib boramiz. Keyingi 4-chi mashqimiz. Bu yerda biz katta harflarda to'ldirishimiz kerak. A, B, C, bu yerga D qilamiz. E, F va hokazolarni davom ettirishimiz kerak. 5-chi mashqimizda bo'sh joydagi harflarni to'ldiring degan. Bu yerda J, keyin bizga kerak bo'ladigan harf H, I, J bo'ladi. Bu yerda kichkinasi bilan to'ldirishimiz kerak. Kichkina harflar bilan T, U, V va hokazolarni to'ldirib boramiz. 6-chi mashqimizda write in capital letters degan katta harflarda to'ldirish, bularni to'ldirish, bu tomonga to'ldirib o'tkazishimiz. Bu tomonga katta harflarda o'tkazishimiz kerak. Men birinchisini qilib beraman. A, P, P, L, E. Mana shu tarzda qolganlarni ham yozib borasiz. Mana keyingi 7-chi mashqimiz write in small letters deyapti. Bu yerda katta harfda berilgan so'zlarni kichkina harfga o'tkazishimiz kerak. Keyingisida egg, A, J, J. Keyin mana shu tarzda oxirigacha 10-gacha to'ldirish kerak bo'ladi. Keyingisida 8-chi mashqimiz. Bu yerda bu harflarni
boyagi yo'nalishda olib kelish va mana bu yerda yozishimiz kerak. Masalan, bu yerga star so'zini tepada o'qigan edik. Bu star, yulduz star. Bu yerda mana endi bu tarzda chizib borishimiz kerak. Mana bunday qilib chizishimiz kerak bo'ladi. Keyingi mashqimiz listen ekan. 9-mashq. Bu listenni men описаниеda yozib qoldiraman. Telegram kanalimni. U yerda men hamma listenini tashlab beraman. Joylab boraman. U yerdan eshitib, bu yerda to'ldirasiz. Keyingi darslargacha xayr. Mavzumiz tugadi.